Pulun ahamiyati yo'q. Troykami, dvoykami, bundan farqi yo'q. Lyuks variantda kerak degan mijozlarimiz uchun aynan siz so'ragan variantdan keldi. Hurmatli obunachilarimiz, brend nomidan deysizlarmi? Master klassdan bo'ladi. Shuning shikarniy, вообще четкий premium качествоga ega lyuks troyka rasvetkamizni oldi sirg'amiz. Jaketi bo'lsa, futbolkasi bo'lsa, keyin qaranglar, triko qismi. Triko qismi вообще четкий. Eng asosiy glavnisi bazaviy formatda ishlangan hurmatli obunachilarimiz. Bemalol kelib turib, bizdan shu shikarniy dvoykamizni xarid qilib yesangizlar bo'ladi. Bu narsani ikki xil svetiga. Videoni oxirigacha ko'rsangizlar, narxini ili obzor qilib tanishtirib o'tamiz. Obzorimizni boshlaymiz. Mahsulotimizning materiali xibishli bo'ladi. Mahsulotimiz Xitoy davlatining ishlab chiqarilgan bo'ladi. Даже kerak bo'lsa o'zingiz zamoqinacha brend va emblemalar tashlangan. Bilasizlar, zamokinacha kamdan kam firmalar e'tibor bilan ishlaydi. Ya'ni endi hozir to'g'ri o'zlarimiz O'zbekistondan ham zo'r dvoykalarni chiqarib turibdilar, dvoyka, troyka mahsulotlar. Lekin Xitoy davlatida aynan shu rasvetga kamdan kam e'tibor bilan chiqaradilar. Ya'ni o'zini master class sport deb yozilgan, ko'rib turibsizlar. Ikkinchi zamokni qaranglar, zamoklari ham yumshoq. Yumshoq ochilib, yumshoq ilinadi. Ya'ni aynan bahor mavsumi uchun вообще sizlar uchun zo'r variant. Teydan bir dona oppoq krossovka bo'ldi. Boshqa hech narsa shart emas, qaranglar. Neobishniy rangdan ham oldirtirganmiz. Sizlar nechik svet yoqdi bilmadim-ku, aynan men o'zimga shu rasvetkasi вообще zo'r yoqdi. Giygan vaqtimdan ham qolibi o'ta go'zal variantlaridan biri bo'ladi ekan. Razmerlarga keladigan bo'lsak, eng kichkinasini ko'rib turibsiz hozirda siz. M dan tortib 3XLgacha bemalol to'g'ri keladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 10 so'm 20 so'm deb o'tiribman. Endi lyuks bo'lgandan keyin narx ham zo'r bo'ladi. 700 ming so'mdan qaytib, yalishtirib, chiroyli zo'r narxlarda sizlarga beramiz. Viloyatdan ko'rib turgan bo'lsalar, og'alarimiz bemalol telefon qilaverasizlar, xudo xolasa, sizlar uchun ham qaytib kelishtirib beramiz. Viloyatdan ko'rib turgan bo'lsangizlar, xudo xolasa, chiroyli zo'r narxlarda beramiz. Lekin viloyatdan ko'rib turgan og'alarimiz sizlar uchun dostavkasini mutlatib beramiz. Aynan shu troyka mahsulotimizni. Endi qaranglar, jaketi bilan futbolkasini maqtadik. To'g'ri, xo'p. Endi keldi trikosini. Regular variantda ishlangan trikomiz bo'ladi. Aynan dimom ustki emas, dimom 50 emas. Siz uchun вообще zo'r variant, xudo xolasa, вообще cho'tki ishlangan rasvetkalarimizdan biri bo'ladi. Triko qismi ham xibishli bo'ladi. Bu narsani bahorni 25-30 gradus issiqlarida xolasangiz dvoyka qilib ham kiysangiz bo'laveradi. Bahorda bilasiz, azongi salqin, kechki salqin bo'ladi. Ya'ni azongi salqin, kechki salqinda aylanishmaga, vera sport bilan shug'ullanganda jaketini kiyib ham bemalol yursangizlar bo'ladi. Endi qaranglar, sizlarga navbatdagi rangini ko'rsatib o'taman. Jaketini bir alohida e'tibor beringlar bu svetni. Katta ko'pchilik, yosh katta og'alarimiz bu svetni dim yaxshi ko'radilar. Nechun desa, kir bilinmaydi rang, lekin yosh katta og'alarimiz ham mos rang. Qaranglar, o'zlarining brendli logolari tashlangan varianti bo'ladi. Вообще cho'tki. Keyin pastki qismi manjet ham bu narsa lellek qiladigan emas. Shu yerdan ham inobatga olinglar. Zamoklar ham qimmat zamokda ishlangan bo'ladi. Elde plashovkasi ham yani titrab ketadigan plashovkalardan emas. Ko'pchilik shu muammo bo'yicha keladilar yanimizga. Ilishdi, yirtildi, ya bo'lmasa dog'i tushdi, dog'i yetmadi deb o'tiradilar. Bu rasvetkalardan emas, hurmatli obunachilarimiz. Ikki qismini sizlarga bir ko'rsatib o'taman mana. Ichlikini bir maqtayin. Ichida ham shuning astar qo'yilgan, ya'ni orqasi xibi bo'ladi, ichida astar. Bu narsani esa ustida plashovka, ichi xibi bo'ladi. Ya'ni mahsulotimiz deyarli hamma tomoni plashovka bilan qoplangan bo'ladi. Ko'rdingizlar? Bu narsa dallatib bermaslik uchun qo'yiladi. Bu yerlardan manjet ishlangan. Вообще cho'tki. Shuncha maqtagandan ko'ra magazinga kelib, bir gig ko'rib, o'zlaringiz bahosini berganlaringiz ming marta afzalroq deb o'ylayman. Agar siz Xorazmdan ko'rib turgan bo'lsangiz, siz uchun вообще выгодный variant. Ya'ni o'zingiz kelasiz, materialni живой ko'rasiz, yoqsa xarid qilasiz, yoqmasa aslan chiqib ketaverasiz. Bu bozor bu. Bozorda savdolashasiz. Narxini ham aytib o'tdim. 700 ming so'mdan kelib savdolashib, chiroyli zo'r narxlarda xarid qilsangizlar bo'ladi. Brend yana bir marta aytib o'taman, master klassdan bo'ladi. Jaketidan ham aytlayotgan. Futbolkasidan ham bor. Lekin qaranglar. Triko qismidan ham bor.
Bu narsa ham kamdan kam qo'yiladi. Hozir e'tibor bersangizlar, nodab aytsam bo'ladi. Agar bu ko'pchilik negativ podpischiklarim uchun tushuntirib o'taman. Ishlab chiqarish narsasi bo'lganda, trikosini ham, futbolkasini ham, keyin jaket qismini ham etlikka qo'yilmas edi. Agar qo'yilgan taqdirda ham minning kачествоdan etlikani ishlatib bilmaydilar. Agar u prostoy narsa bo'lgan taqdirda ham. Endi katta ko'pchilik mijozlarimiz to'g'ri bahosini salbitta qimmatroq ko'rishi mumkin, lekin pulini stoyt narsalarimizdan biri bo'ladi. Qalasangizlar shuni dvoyka qilib ham kiyib yursangizlar bo'laveradi. Dim ko'pchilik so'ragan edi. Shuning uchun razmer bor vaqtda uspet etib qolinglar. Sizlarga yaxshisini taqdim qilishda davom qilamiz. Xudo xolasa. Adres bo'yicha esa yana bir qator tushuntirib o'taman. Adresimiz Urganch Raycenter buyum bozori 3-qator 136-magazin. Dostavka bo'yicha esa pastdagi nomerlar bilan bemalol aloqa chiqsangizlar bo'ladi. Bizda faqat 2 xil troykamiz. Xolasangizlar lyuks variantda dvoyka mahsulotlarimizdan ham bor. Xolasangizlar bu tarafimizda xullas do'konning ichiga girasizlar, tutgan narsangiz hammasi dvoyka bo'ladi bizda. Magazinga girasizlar, xolasangiz Montana deysizmi, Adidas deysizmi, u narsalar ham yaxshiraki bor. Keyin bu xatorimizga keladigan bo'lsak, bu xatorimizda hammasi dvoyka bo'ladi. Bu xatorimizga kelsak, женский dvoyka. Ya'ni bu degani женский sportivkalardan muammosi yo'q. Velikan deysizmi, обычный deysizmi, xudo xolasa har xilidan bor. Обычный triko deysizmi, уже bahorgi fasl uchun zo'r trikolarimizni oldistirib berdik sizlar uchun. Xudo xolasa. Narxini keladigan bo'lsak, trikolarimdan shu o'rtada aytib o'ting. 140-150 ming so'mdan eng boshlang'ich bahosi boshlanadi. Ta 200-220 ming so'mgacha bor. Qaytib kelishtirib zo'r narxlarda beramiz. Bu videomiz sizlarga qisqacha bo'lsam, foydali, manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Videomizni qo'llab-quvvatlash maqsadida va keng tarqalish uchun obuna bo'lib qo'ying, like bosish yoddan chiqmasin. Kommentariyaga o'zingizni fikringizni bir yozib keta qo'ying. Xudo xolasa. Bu dvoykamiz nechik? Sizga yoqdimi? Sizga ma'qul keldimi? Ma'qul kelgan bo'lsa, shartta magazinga keling. Chotki zo'r dvoykani savdolashing, chiroyli narxlarda xarid qilib keting. Sog' salomat bo'lasiz. Sizlar bilan ekran qarshisida Kamina Dadaxon bo'ldi.